Assalamu alaikum. Butkul dünyanın her qaysi yerlerinde yaşayotgan barlıq Şərqi Türkistonluq qarindaşlar. Henne vasınızga Allah'ın güzel salamları olsun. Hazır bir muş Facebook'ta naq meydan qıyğandım. Bu naq meydanda biraz mesele bolup qalğanlyk üçün onu yok qılıp ötüp ikinci qetim bu naq meydanny qilishga tirishib otaman. Henne vasınızın birinci ulaq cuma günüňiz mübarek olsun. İkinci ben 3. ayım kirdi. Bugün 3. ayının biri. 3. ayının 10. günü. İnşallah. Ulaq Ramazan boludu. Henne vasanla. Muşu 2024'teki Ulaq Ramazanımla mübarek olsun. Şununla birge bugün nayt qısqa bir video qilishni to'g'ri ko'rdim. Henne vasanlığa. Yaqqan bolsa qo'llab qo'yishinglarni, yoqmagan bo'lsa, bu Facebook'ta numarim bor. Telefon qilib yoki bo'lmasa xat yozib qo'yamsizlar. Mana yaxshi bo'lmadi, xalqimga, millatimga, vatanim uchun ziyon deb desanglar, darhol tuzda olmayman qarindoshlar. Ham xalqimdan, millatimdan afo so'rayman. Shuning bilan birga bugun ulug' juma kuni, Henne vasanning juma kunini muboraklash bilan birga Muş WhatsApp topturda bolsun, Face'larda bolsun, YouTube'larda bolsun. Eğiz bimani qilib xalqimizning ichida naytiliqi ixtilof ziddiyat selavatqanlarga qarta qisqagina bir video qilib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Endi hozir Turkiyada bo'lgan xoin masalasini tunigan deb o'tdim. Bugun hamda deydiganim hazır şu hayırlarını bilmey aralışıp qalğanlar, his qılanmağanlar, tuyanmağanlar, bularga hamda qandaq qaraymiz, bu meselemi var. İnşallah bunu mu keyinchi videolarımızda biz. Hamda muş hazır sosyal medya, ictimai uçurlarda, Face'larda bütün xalqimizga, millatimizga naytiliq o'zini nim deyman hamda vatanparvar ko'rsatib, millatchi ko'rsatib, mustaqilchi ko'rsatib, kichik, cho'ng, pishiq, to'ng aldığı kim kelsa shundaqaliqi o'z xatir qilmasdan haqoratlayotgan insonlarga qarta. Men meyli hazır olsun, meyli burun olsun. Hiç qandaq bir adamның ismini tutup gap qilmayman. Ba'zilar debdi, ismini tutup gap qilmamsan, men ismini tutishni xohlamayman. Kim
aşı dərəcəyə düşkən bolsa, mening degan gipimga şu tushsa, shuningga berib tegidi o gipim. Şu yüzege elib, enadigan javobini berdi. Mening demoqchi o'g'lim o'sha qarindoshlar. Xo'sh, hozir hamda bu sosyal medyası ijtimoiy uchurlarda naytiliqi o'zini men mustaqilchi, men haqiqatchi, mening mengavatgan, bizning mengavatgan yo'limiz to'g'ri deb mush şekillerde nurg'un insonlarga eg'izni bema'ni qilib haqoratlayotganlarga qarta. Ular o'z vaqtida nima qilgan? Hozir shu xoin deb tillayotganlarni, munofiq deb tillayotganlarga qarta o'z vaqtida nima qilgan? Ota-onasini qutqizib bergan bo'lsa, o't sing'illarini qutqizib bergan bo'lsa, turmuqi sulanmagan bo'lsa, shuni yordam qilib sulamagan bo'lsa, chiqarib bergan bo'lsa, shu xoin deyotgan insonlar shu o'z vaqtida pul beribdi, mal beribdi, uyning xizmatini qilibdi, osh tomoqini itib beribdi va nima qilgan bo'lsa, shuning xizmatini birga qilibdi. Bir necha vaqt shuning bilan birga bo'pti. Nimishqa ota-onamni qutqizib beramiki, och singillarimga yordam qilamiki deganlik bilan. Ammo uni kim qilib berdi? Xitoyning xoini bo'lgan odam qilib berdi. Bu vatanning sirtidagi Uyg'urlar, vatanning ichidagi Uyg'urlar turmoqqa kirganlarni, kampaga so'langanlarni va nim deymanimda ularga yordam qiladigan kuchi yo'q vatanning sirtidagi, ya'ni normal insonlar u boshqa tashkilotda xizmat qilgan, tashkilotda unvoni bor insonlar mumkin emas. U xoin bo'lmasa. Hamda masalan o'sha edi shu qarindoshlar. Mening bugungi demoqchi bo'lgan nuqtam shu. Agar onasini turmuqqa sulangan bo'lsa, qutqizib chiqib bergan bo'lsa, ochillarni shu turmuqqa sulanmay, shu vada yaxshi erki yashitib, vatanning sirtiga berib kelaydigan ishni qilib bergan bo'lsa, shu hozir xoin deb tillayotgan insonlarning shu vaqtidagi harakatiga qarayman men. Vaqtning o'zida bular uni xoin deb tillamaydigan bo'lg'imdi. Uni xoin qatorida hisoblamaydigan bo'lg'imdi. Mening kallamdagi chigilish nuqta bu. Chunki u aloqa qilgan, u xizmatini qilgan, u yordam qilgan, ota-onani qutqizib beraman desa, Malayziyaga borib, ya Indoneziyaga borib, ya boshqa yerga borib, ya uyaga borib, ya bu yerga borib, ya mana bilan aloqa qilish nima degan bo'lsa desin. Shu ota-onasini qutqizish uchun qildi-ku xizmatni. Agar ota-onasi qutqizilgan bo'lgan bo'lsa, u aks bo'lgan bo'lardi. U yaqin saptashi bo'lgan bo'lardi. U haqiqiy ishonchlik odami bo'lgan bo'lardi. Hamda uning ota-onasi so'langandan keyin oilasi rahatsız bo'lgandan keyin u xoin deb atalib qoldi. Ya başta nima o'ylamagan bo'lmaydi buni? Buni qilib beradigan odam vatanning sirtida normal odamlar qilolmaydi buni. Uning ustiga bu tashkilot xizmati bor odam ekan. Bu odam qanday qilib beradigan-da? Ya bu xoin bo'lmasa, ya xoin bo'lgan bo'lsa, nima shu vaqt demadim. Nima shu vaqtning o'zida mening ota-onamni qutqizib beraman deyotdi. Buningda bir masala bor deb shu vaqtni oshkorlamadim. Masala shu edi. Onun için aziz qarindoshlarim, o'sha hozir butkul dunyoning har qaysi yerlarida da'vo qilayotgan
siyasilerimiz olsun, dini alimlerimiz olsun, ziyalilerimiz olsun, aktivistlerimiz olsun, tırtık kızıvat kalladın gumallanışık degişlik. Nimişka? Hem de nimişka? Teşkilatın ışık sen kırdın mı? Teşkilatın ışık yok. Ulan bir oturup çay kahve içip baktın mı? Yok. Ulan sen tunam sen. Sen onunla yüz bir oturup paranlaşıp baktın mı? Yok. Ulan demişti Allah sen. Sen ulanı tunam sen. Seni ula tunamdı. Mebedim ha mesele var. Çok önemli. Vatanın sırtı da olsun, vatanın işi de olsun. Men tunup, meni tunuydiganlar mening dostum. Mana şunu bilinglar qarindoshlar. Men tunup, meni tunuydiganlar mening dostum. Men tunumay, meni tunuydiganlar düşmenim. Şunu qarindoshlar. Bu qaysi ma'na, qaysi hukmda olur bu bilamsizlar? Men tunup, meni tunuydiganlar haqiqiy mening dostum. Qandaq derdimiz olsa, qandaq işimiz olsa, qandaq müşkilatlarımız olsa birle elip bara alaymiz. Men tunumay, meni tunuydigan düşmenim deganlik sebep, men şu düşmenge karşı qandaq iş hareket elip berayotganligimni o düşmen meni biladi. Ama men onu bilmayman. Meni vatanning sirtida nada bo'lsin, mening nima ish qilayotganligimni kontrol qilib turdi. Mening nada tug'ilib, nada cho'ng bo'lgan, nada yashayotganligimdan tatib bu aniqlab turdi. O düşman. Ama men tanımayman. Buni shunday ayirib olishimiz kerak qarindoshlar. Shunga bugungi kunlikda sosyal medya, ijtimoiy usullarga shunday og'zini bema'ni qilib chiqayotganlarni sizlar tunamsizlar. Ya sırları oğlu tunamdı. Bu nihayetliğe inçik bir mesele arkadaşlar. Onun için bugünkü videosum müşahedele ahırlaştırışını doğru görüyorum. Buna cık ağıt ütüşümün haceti yok. Yukarıda diginimdeki eğer ata anılarını turmadan kutkızıp bergen bolsa, hükümge ilan kıldıranmaydıgan güç bulap şunu kutkızıp et çıkarlıgan bolsa cemiyetinin işçige o vakitte yaxşı aksi oladigan hain deb hesaplagan insonlar. Men buni bu şekillerde baha beraman. Men bununla mushundaq yakun chiqadim kallamdan. Buni belki ba'zilar boshqacha bir hukm boshqa tushuncha bilan qarab qilishi mumkin. Ama mening yakunim bu. O hain bo'lmasa, qanday sening ota-onangni turmadan qutkizib beralaydi, och singildiringni vatanning sirtiga chiqib beralaydi. Hain bo'lmasa. Uning ustiga u texiliqi vatan davosini qilayotgan, tashkilotlarda muhim o'rinda xizmat qilayotgan inson ekan. U qanday qilib beralaydi? Agar u qilib bergan bo'lsa, enindiki uni hain deb tillasam aqidi. Bo'lmasa aqmaydi u. Kıpıranmadı. Turmak sulandı. Hüküm verildi. O kıldı mı ona? Hem de kilip o kıldı, aş kıldı. Aş alakalaşmagan bolsa, aş münasebet kurmagan bolsa, o vakitte sakkalattı dep, ma şekillerde öğreydiği yerler var ki, berip ma görüşüp, manda kılıp benim ata-anamı sulunup gitti, acı sınıldırı manda olup gitti deydi. Onda iş yok. Onda olgan bolsa, o alakalaşkan bolsa, o haqiqiy vatan davasını qilayotganligini Xitoy bilganligi uchun sening ota-onang bilan qanday aloqasining borligini, o bir tashkilotning muhim o'rinda xizmat qilayotgan insonlikqa bo'lganligi uchun sening ota-onangning shu tashkilotning muhim o'rinda xizmat qilayotganligi bilan munosabati bo'lganligi uchun ota-onangni sulabdi. Shunday yakun chiqardi. Qarindoshlar. Şuna bu mesele elaqe
to'riga chiqib elibla ağzığı nime kez şaşı vergen bilenle bulduğun iş emas. Bunun teki tektini, ağ görünüşlerini, baştaki elip bağın hareketlerini bunu küstüşümüz gerek. Kılavatkan üzdün sözlerini, bulanın hennivalini oylashimiz gerek. Bunu oylaganda nime oturaga çıkıdı? Nime oturaga çıkıdı bunu oylaganda? Bunun kılavatkan işler torlarda, ağzın bimani kılavatkan, aldığı kim kese şuna tıllavatkan, dini alim bulamdı, ziyali bulamdı, cemaat erbi bulamdı, bu teşkilatta Xitayga karşı, Xitayning ko'ziga mahvolab sanjilayotganlarga mush zarxandiligini, mush o'chmanligini sanjayotgan bu insonlarning maqsadi nima? Buni bir o'ylashimiz kerak ekan, çok qarindoshlar. Bu Xitoy qilinmayotgan ishlarni bu nima ish qiladi endi? Shaxsiy adovat bormi desa, shaxsiy adovat yo'q. Jal o'tirib bir yoq tijoratdan yoki jal shirik dükkan açıp, dükkan ot ketip, ziyan tatkan bolsa, ha, bu shirik chiqgan aş pul mamulsi var, desek bo'lardi. Ama bular bilan nima oldu? Ha, unda desa mustaqillik sana desek mi mustaqillik? Qaga Uyg'urlar nima ish qildi? Shu mustaqil deb yashayapmiz bizmi? Bütün vatanning sirtidagi, vatanning ichidagi har qanday Uyg'ur mustaqillik deb yashaydi. O kanat, bu kanat da bunu kanatqa ayrı olduğun bu git. Vatan müstakil boğandan ki kanatqa ayrı bunu. Müstakil bulmagan kanat ne? Vatan ne de kanatqa ayrılgan hiç kimnin hakkı yok. Başta henne vasımız bir Xitayning zulümüden vatanimizdeki izilayotgan xalqimizni qutqizish uchun bir maqsad, bir niyet kelishimiz kerak. Buningga kelmay turib vatanning sirtiga chiqib, hech qilmay turib ota-onasi qutulgan bo'lsa, bundaq da'voga kirmaydi. Hain bilen işbirlik elip verip onun hainlikini aşkar kılma yani yüze vatanga berip kelip yaşaydı. Ha Türkiye'deki gidik. Türkiye'deki tutuldu davatımız bu. Ha aşıldı gidik berip kelip yaşaydı. Bu ağzın bimani kılıp tor dünyasında Uygurlarını sarasım kıselavatkallar. Uygurlarının rahatlıkını, Uygurlarının hatırcamlıkını, Uygurlarının hakiki yaşını halamayotgan kim o? Xitoy. Xitoy. Haqasın endi ağzını buzayotganlar, torlarga chiqib elib, ağzığı nima kez ayamay deyotganlar, Xitoydan nima farqing bor? Bir uzamada bir qarab baqa, shu doppula o'xshamayotdi Xitoyga. O Xitoyni kiyib vatanning ichida husulni o'ynayotdi, men Uyg'urda. Uning bilan farqing qolmadi sizdan. Ma Uygurlarning siyasi yo'llarini, Uygurlarning teşkilatlarını, Uygurlarning yaşlarını, Uygurlarning dini alimlarini, Uygurlarning siyasi ziyolilarini mushundaq kamsitib tillavatganlar. Nima Xitoydan nima farqing bor? Ay sen tillagan xoindan nering kam demdi seni. Nering kam? Mening mavrim kam deb baqamsa. O sen degan xoin deganlar tek og'zini buzib tillamayotdi. Xitoy tillavatadi shu. Hollandiyada buni qildi. Mana Turkiyada buni qildi. Saudiya Arabistonda qilgan, Germaniyada qilgan, Avustraliyada qilgan, Amerikada qilgan. Xitoy, o'zi Xitoy juma qarindoshlar. Ma Uyg'ur Xitoylar emas. Ma hozir qila, hamda Uyg'ur Xitoylar og'zini buzib to'g'ri chiqyaptganlar. Nimishqa Uyg'urlarning xotirjam Avrupa'da yaşını buzavatkanlar. Uygurlarning şu vatanimizning izilavatkan, yok qulavatkan xalqning davasını anıltıman deb oldingi sepda mengavatkanlarga til tekkizavatkanlar, haqoratlavatkanlar. Bular Uyg'ur Xitoylar. Atanız qutulgan bo'lsa, hech kim tillamaydi ular. Atanız turmoq sulanmagan bo'lsa, namoyishimi qimmatdi, xalqini mi o'ylamatdi, milletini mi o'ylamatdi, mustaqillik degan zaten yo'q ulida. Atanız sulanmagan bo'lsa qarindoshlar. Yaxshi atanız sulanib Uyg'ur xalqining Sharqiy Turkistonlikning
izilavatqanlıqı umumyüzde xalqning Xitoy tarafida yo'q qilayotganligini isiga kelib qoldi ularning. Isiga kelib qoldi. Shunga endi ular nima deb jar saladi endi. Jar saladi qarindoshlar. Onun uchun bugun gapimni o'shada oxirlashtiraman. Bugungi gapimning temasi, aman chapmi bo'lib ketdi bu gapim. Bugun gapimning temasi xoinning xoinligini senin ata-anan solangan bolsa mı cemiyetke yenip çıkkan bolsa aşkarlamamdın. Aç sınırların vatanның sırtıga erkin azadı berip jügen bolsa hain senin akan bolamdı. Bu vaqtda hainni sen aşkarlamay, hain bilen iş kuyan taş kuyan bolamdın. Bir ata-ana büstükkanların üçün. Xalq senin isingi kemmemdi, müstakillikni oylamamdi. Bugün gapning tipi bu şu qarindoshlar. Allah'ın o'ziga emanet olinglar. Ulug' jumatinglar muborak bo'lsin.